Bunaqa narxda aniq bunaqa texnika topa olmaysizlar akalar. Atrofda 900-950 dollar, 1000 dollargacha sotilayotgan komplektatsiyani ataga 850 dollardan tarqatib yuboryapmiz akalar. E'tibor beringlar. Xo'p, yer haydash uchun mana bunaqa motovloy o'zini frezalari, undan tashqari 7 kuchli original motovloy rollari gidravlikaligidan ahamiyat berasizlar. Bitta qo'lda o'zida buriladigan roli gidravlikali motovloy. Undan tashqari 1 tonnalik arava ham bor buning ichida va bu narxda ichida mana shunaqa 350 litr 3 silovli qalin bochka, undan tashqari 30 metr karser uchun shlanka, undan tashqari pistolet va undan tashqari o'zini karser sistemasi, katta karser sistema qo'yilgan ikkita liniyali dorini juda ham yaxshi beradi akalar. Bu komplektatsiya xo'p ukam o'zi nima ish qiladi deganlar uchun, xo'p, bog'ingiz bo'ladimi, uyingizda bo'ladimi, yer haydash, kultivatsiya qilish, chizillash hamda mana shu karser yordamida dorilarga dori setish jarayonini ham bemalol qilib beradi akalar. Bitta dori setishlarini ko'raylik, qolgan ma'lumotlarni ham beraman. Qani ketdi. Ishlashlarini ko'rdinglar. Mana shu komplektatsiya dori sechayotganini ko'rdinglar. Sifati, ishlashi, setishlari juda ham zo'r. Yer haydashlarini ham ko'rdinglar. Yer haydab kultivatsiya qilishlariga ham gap bo'lishi mumkin emas. Aytib o'tgandek, bitta mana shu komplektatsiyada 850 dollar evaziga xarid qilasiz va uyingizdagi hamma ishlaringizni bemalol qilib beradi akalar. Narxi ham juda ham arzon, skidka narxga qo'yganmiz. Atrofda 900-950 dollargacha sotilyapti, lekin biz sizga buni 850 dollar qilib, yana ozmos kelishtirib beradigan joyi ham bor akalar. Ishlash prinsipi motoblogimizdan tanishtiraman. Birinchi bo'lib, motoblog 7 kuchli, motorlari 170 motorlari bilan jihozlangan, yoqilg'i turi benzinli bo'lgan, benzinli motobloglar ichida eng baquvvat hamda eng sifatli bo'lgan 7 kuchli modeli. Yurishlari zavodni orqali yarimta tortganlarda zavodingiz olib, juda ham yaxshi sifatli ishlab beradi. Hozir yer haydayotganini ko'rgan frezalari mana akalar, mana shu frezasi yordamida qattiq yerlardan bemalol haydab bera oladi. Chunki buni reduktori katta, boshqa prosto 7 kuchli motovloylardan katta reduktor qo'yilgan. Shuni hisobiga mana shunaqa og'ir yuklarni ham tortib yuribdi akalar. Katta reduktor, katta balonlar bilan jihozlangan, roli juda ham uzun qilib ishlangan. Ko'rib turganinglarda bir kishi o'tda o'tirib minib ketadi, orqada 2 kishi akalar dorini sechib ketsa bo'ladi. Aravasi o'sha 1 tonnalik aytib o'tgan qalin temirlarda ishlangan konteyner materiallar bilan ishlab chiqazganmiz, o'zimiz yasaymiz akalar. Juda ham baquvvat qilib ishlangan. Xo'p, bochkasiga o'tadigan bo'lsak, bochka ham juda ham qalin 3 silovli bochka qo'yilgan, arzonchi bochka qo'yilmagan akalar. Xo'p, undan tashqari bitta mana bunaqa pistoletlari va karter sistemasini ishlatayotganinglarda ishlaydigan o'zini 30 metr slankasini ham beramiz akalar. Xo'p, orqa tomoniga o'tadigan bo'lsak, karter sistemasini ham o'zini addenni 7 kuchli motorli, o'zini addenni motori bor. Bu ham zavodning orqali yuradi. Zavodning orqali zavod qilganingizdan keyin через remen orqali karterga harakat beradi va karter davleniya yordamida shlankada dorini sechib beradi. Oldida bir kishi minib ketib, orqada 2 kishi akalar mana shu joylar, ikkita joyiga 30 metrdan shlanka qo'yib olib, bemalol sechib ketsanglar bo'ladi. Karter sistemasi katta deyotganimiz sababi 100 metrgacha ham shlanka ulasalar ham, umuman karterimizning davleniyasi pasaymaydi akalar. Kimga mana shu komplektatsiya qiziq bo'lsa, orqada karteri, 1 tonnalik arava, 3 silovli bochka, pistolet, 30 metr shlanka, 7 kuchli motoblok, freza, dokument, paket, puluch hamma narsasi bilan 850 dollar baho aytyapmiz. Agar videoga like bosib kelsangiz, kelganingizni hozir aytgan narximdan ham tushib beraman va bonuslarini ham qilib beraman. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Ko'rib turganinglarda mana shu turdagi qishloq xo'jalik texnikalarini Optim baza birinchi qo'l katta sklati bo'ladi akalar. E'tiboringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.